Assalomu alaykum. Bugun biz qo'rquv o'zi qanday paydo bo'lishligi haqida ozgina tushunchaga ega bo'lib olsak. Qo'rquv qo'rquv birinchisida kelajak uchun rejalashtirilgan negativ holat. Nimadir qilmoqchi bo'ldik. Masalan, ko'chaga chiqishni o'yladim. Ko'chaga chiqishni o'yladim. Ko'chada boshim aylanib yiqilsamchi? Birinchi holatda o'zi ko'chaga chiqish oddiy xayol edi, ya'ni xavfsiz holat edi. Endi ko'chaga chiqib boshim aylanib yiqilsamchi? Xavfli, o'tmishda qachondir yiqilgan bo'lishing mumkin yoki kimdir yiqilganini eshitgansan, shu narsadan kelib chiqib turib, uje xavf deb turib ko'chaga chiqsam boshim aylanib yiqilaman degan xavf bo'lib qoldi. Va undan keyin xavotir boshlandi. Ko'chaga chiqmaslik, himoyalanish. Lekin chiqish kerak, biror ish bo'yicha chiqish kerak. O'rtada tafovut bo'lyapti. Shu bilan uje qo'rquv, nevroz degan narsa kelib chiqyapti. Endi keyingi holatimizda tanamizni hissiyotlaridan kelib chiqamiz. Tanamiz hissiyotlaridan ko'rish orqali, misol uchun biror narsani ko'rdik. Masalan, tanamda qandaydir qizg'ish narsa chiqibdi. Misol uchun qayergadir urib olgan bo'lishi mumkin, shilib olgan bo'lishi mumkin yoki men bilmagan holat bir narsa chiqib qolibdi. Uje ikkinchi holatda uje negativ fikr ketdi. Agar bu rakning bir belgisi bo'lsa-chi? Olingan eski ma'lumotlarga qaraganda qaraladiki, oldin kimnidir mana shunaqasiga chiqqan ekan, mana shunaqa bo'lib rak bo'lib o'libdi, nimadir bo'libdi. Endi uchinchi holat uje xavotirlan, doktorga borishing kerak, qisqasi internet titrar, boshqa qil, qisqasi vahima boshlandi. Yana nevrozi bir turi boshlanib ketdi. Endi sezish orqali bo'ladi. Yuragim gupillab urib ketdi. Infarkt bo'lib qolsam-chi, insult bo'lib qolsam-chi, unga ham xuddi shunga o'xshagan narsa ketdi. Uje sezish orqali bo'ladigan narsani. Yoki eshitish orqali qo'shnimizdan keyingi yoki men taniydigan uydagi falonchi o'lib qolibdi. Endi men ham o'lib qolsam-chi? O'sha o'lib qolibdi. Bitta informatsiya, uje undan keyin men ham shunday bo'lsam-ki, uje trevoga ketdi yana. Yoki eslash orqali hech narsa yo'q. O'tirib turib, o'ylab turib, fonda mana bo'ldim, yana shunaqa qilib qolsam-chi deb haligi o'z-o'zidan eslash orqali bo'ladi. Va shu bilan aytilganda 5 ta turga bo'linyapti. Birinchi turi oldindan ana u qiladigan ishimizni, negativ fikrini o'ylab turib, qilmoqchi bo'lgan rejamizni, nimadir qilmoqchi bo'lgan narsamizga negativ fikr bildirishlikda, ko'rishlikda, eshitishlikda, tanamizda his qilishlikda va eslashlik orqali bo'ladigan holat bo'lyapti. Va mana shu 5 ta holatdan tashqari holatda uje qo'rquv topolmaysiz. Xuddi mana shunaqa hali 5 ta sezgi o'rgullarimiz bo'lganda mana shu 5 ta holat bo'yicha olamiz qo'rquvni. Va buni yakunida nima bo'ladi desa, ba'zi qo'rquv anaqasi bor, ba'zi. Bunaqa bo'lsam nima bo'laman? Sog'liqdan xavotirlanishi mumkin, ya'ni o'lib qolaman oxiri, bir balolar bo'lib. Aqlan xavotirlanishi mumkin. Aqldan ozaman, jinni bo'laman deb. Odamlarning munosabatlari, yakkalanaman, kaltaklashadi, qisqasi yolg'iz qolaman, shu odamlarning munosabatda bo'lishi mumkin. Mana shu 3 ta bazaviy asosiy mana bundan kelib chiqqandan keyin mana bu bazaviy qo'rquv paydo bo'ladi. Ya'ni mana shu uchala holatda sog'liq uchun, sog'liq oxiri o'limgacha, aqlan oxiri farosatini yo'qotib qo'yib, aqlsiz jinni holatiga bo'lib qolguncha va odamlarning munosabati meni nima qilishadi, men yakkalanib qolaman degangacha holatga bo'ladi. Endi buni yechimiga keladigan bo'lsak, mana bu 1 2 3ligimizni mana ikkisi bilan ishlashimiz kerak. Chunki birinchisida hech qanday xavf yo'q o'zi. Ikkisida, ya'ni ko'chaga chiqsam boshim aylanadi degandaqa shunaqa narsani yechimini topishlik uchun o'tmishdagi eski negativ ma'lumotlarni hozirda xavfsiz ekanini anglatib, yangi to'g'ri xulosa chiqarishni o'rgatish kerak bo'ladi. Qachondir bolalik paytingda, kichkina paytingda nimadir qilib uzumni ola olmagan bo'lsang, dada olib bering, aya olib bering degan bo'lsang yoki ovqatingni o'zing yeolmasang, aya yegizib qo'ying, dada yegizib qo'ying degan bo'lsang, hozir yeya olmaysan. O'sha paytda kuching yo'q, quvvating yo'q, shu narsani qila olmay qolgan bo'lsang, hozir qila olmaysan. O'sha paytda sen ojiz eding, o'sha paytda. Qachondir hozir ojiz emassan, shu narsani anglatsak, mana negativ fikrlar ketishni boshlaydi va kelajakda kutilayotgan xavfga o'xshash yengil 10 tasiga almashtirish kerak bo'ladi. Yengil. Masalan, ko'chaga chiqsam, boyagiga qaytamiz, ko'chaga chiqib boshim aylanib yiqilsamchi? Birinchi holatda bo'ladi. Boshim aylanib yiqilsa. Ko'chaga chiqsam, boshim sal aylansa-chi? Sal boshim qayib ketganday bo'lsa-chi? Tizalab qolsam-chi? Qoqilib ketganday bo'lsam-chi? O'zimni sal boshqacharoq his qilganday bo'lsam-chi? Ko'nglim sal g'alati bo'lganday bo'lsam-chi? Yaxshi bo'lsam-chi?
Qo'pol aytgan shu 10 ta versiya, bitta versiya bor edi. Boshim aylanib yiqilaman, bo'laman degan narsa bor. Endi 5 xil 6 ta narsa bo'lgandan keyin bu fikrlarni o'zgarishiga 10 tacha boshqa ijobiylashtiramiz. Eng qo'poldan pastga qarab turib ijobiylashtirib boradigan bo'lsak, o'zi bir tomonga suriladi. Yo'q, shunda ham o'ylamayman, yo'q, o'shanda aniq yiqilaman, o'laman deb turadigan bo'lsa, xayolning eng qo'rqinchlisi ham xavfsiz o'tmish, xayol, kelajak xayol degan formulamiz bor. Rost yolg'on degan formula. O'sha formula bo'yicha ishlaymiz. Mijozni xayolan o'zi qo'rqqan eng yomon holatgacha olib borib, xavfsizlikda ekanini anglatamiz. Misol uchun hozir turib mana shu xonaga o't ketyapti deb baqirib voydod desam ham, dod desam ham u yerga o't ketib qolmaydi. Va ana shu holatda xuddiki u tushunmayotgan narsasini unga anglatishlik uchun xuddi ana shu holatga tushiramiz. Nimadan qo'rqayotgan bo'lsa, o'sha holatga tushiramiz. Endi qarasa o't yonmayapti. Yoki yomg'ir yog'yapti, voydod desa yomg'ir yog'mayapti. Shuni anglab bo'lgandan keyin, tanasi qachonki shu narsani anglab bo'lgandan keyin xotirjamlikka kelinadi. Bu holat bo'yicha biz oddiygina ustozmiz. Mana shu holatda bu boshqa holatlardan mana bu nevroz, asabiylik holati keskin farq qiladi. Bu yillar mobaynida qoladi. Bu yillar mobaynida oyog'ingizni kesib olsangiz sog'ayib qolishi mumkin. Sinib qolgan joy sog'ayib qolishi mumkin, lekin bu rivojlanadi. Shu rivojlanishini oldini olish uchun mana bu formulalardan foydalanish kerak bo'ladi. Bundan tashqari kengroq formulalar berganman. Qolgan videolarimizni ko'rsangiz kengroq berganman. Mana shu videolar mobaynida suv tekinga bemalol o'rganib, mana shu narsalarni o'rgansanglar, to'g'ridan to'g'ri salomatlik bo'lasizlar. Deganim, kimdir ovqat retseptini beradi. Ovqatni bunaqa qilasan, tuz solasan, yog' solasan, guruch solasan, qisqasi osh retseptini berganda mana bu narsadan chiqib ketish retseptini kundan kun videolarimizda berib boramiz.